Assalomu alaykum, dasturlarimiz davom etadi. Bugungi kunda mamlakatimizda 50 ming kilometrlik sug'orish tarmoqlari mavjud bo'lib, 1.6 ming nasos stansiyasi va 10 mingdan ziyod suv obyektlari faoliyat yuritmoqda. So'nggi yillarda yurtimizda suv xo'jaligi tizimini isloh qilish, irrigatsiya infratuzilmasini yangilash va suv resurslaridan tejamkor foydalanish borasida izchil choralar ko'rilmoqda. Biroq sohada energiya samaradorlik bilan bog'liq hali yechimini kutayotgan muammoli masalalar ham bor. Kecha prezidentimizga suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash ishlari yuzasidan axborot berildi. Yig'ilishda sohadagi qator masalalar ko'rib chiqilib, oldindagi vazifalar belgilab olindi. Bugungi muloqotimiz mavzusida shu haqda bo'ladi. Studiyamizga mehmonlarimizni taklif etganmiz, ular bilan tanishtirib o'taman. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti rektori Bahodir Mirzayev hamda Suv xo'jaligi vazirligi boshqarma bosh mutaxassisi Bekzod Mirzayev. Hurmatli mehmonlar, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun ushbu mavzu yuzasidan muloqot qilmoqchimiz. Suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash masalalari bugun nihoyatda dolzarb. Kecha mana prezidentimizga axborot berildi, vazifalar belgilab berildi. Bekzod aka, sizga yuzlamoqchi edim. Ma'lumki, butun dunyoda suv taqchilligi muammosi yildan yilga kuchayib boryapti. Bundan xabarimiz bor. Mamlakatimizda bu masalaga alohida e'tibor qaratilib, suvdan oqilona foydalanish choralari ham ko'rilayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Ayniqsa keyingi yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasida ham suvdan foydalanish va uni tejash bo'yicha dolzarb chora tadbirlar nazarda tutilgan va ishlar olib borilyapti. Lekin shu bilan birga sohada energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ham ishlar qanday tashkil qilingan, bugungi kunda bu borada vaziyat qanday bir rejalarni amalga oshiryapmiz va kechagi yig'ilishdan qanday xulosalar olindi? Shular haqida fikringiz, marhamat. Albatta, mintaqada suv resurslariga bo'lgan talab yildan yilga ortib bormoqda. Suv va energiya resurslarini tejab foydalanish o'z-o'zidan bu talab qilinadi. Suv bu qayta tiklanmaydigan ne'mat bo'lganligi sababli bundan oqilona va samarali foydalanish talab etiladi. Albatta, qishloq xo'jaligi sohasida suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, energiya resurslari bo'yicha suv xo'jaligi vazirligi tasarrufidagi 1600 dan ortiq nasos stansiyalar respublika bo'yicha energiya iste'molining 9-10% ni tashkil qiladi, yillik elektr energiya iste'moli. Albatta, bu bo'yicha energiya samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana kechagi kundagi taqdimotda ham Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 276 ta energiya iste'moli yuqori bo'lgan, eskirgan 30-40 yil davomida foydalanilgan nasos stansiyalari, nasos agregatlarini energiya tejamkorlariga, zamonaviy energiya tejamkorlariga almashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Albatta, bunda energiya samaradorligini 50% gacha kamaytirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqilgan. Nasos agregatlarini 276 ta nasos agregatlarini albatta zamonaviylariga almashtirgandan suv chiqarish qobiliyatini kamaytirmagan holda energiya iste'molini 50% gacha kamaytirishga erishiladi. Bunda birinchi navbatda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, o'zimizdan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan modernizatsiya qilingan nasos rusumlari tanlab olinadi. Albatta, bu taqdimotda ham ta'kidlandi, 14 oyda o'zini oqlaydi. Energiya samaradorligini ko'rsatadi. Bunda yiliga 25 million kilovat soatgacha elektr energiyasini tejash rejalashtirilgan. Albatta, bu o'z samarasini beradi. Bundan tashqari suv xo'jaligida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Mana joriy yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan, qabul qilingan 4 yillik dastur qabul qilindi. Bu ayni muddao bo'ldi. Bunda 25-28 yillarda amalga oshirilgan rejalar belgilab olindi. Bunda ham energiya samaradorligiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Albatta, bu ayni muddao bo'ldi. Bizga nasos stansiyalaridagi eskirgan 560 dan ortiq nasos, 580 ga yaqin elektrodvigatellar zamonaviy, albatta energiya tejamkorlariga almashtirish rejalashtirilgan, ko'zda tutilgan. Bundan tashqari muqobil energiya manbalariga jiddiy e'tibor qaratilgan va bu borada ulkan qadamlar tashlanmoqda. Joriy yilda 15 ta
nasos stansiyalarga quyosh panellari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish maqsadida quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan va hamda hozirgi kunda amalga oshirilmoqda. Nafaqat suv xo'jaligida bugun bilamizki, butun mamlakatimizda energiya samaradorligini oshirish, energiyani tejash, muqobil manbalardan foydalanish bo'yicha juda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Xalqaro hamkorlik masalalari bugun dolzarb vazifaga aylangan va xalqaro hamkorlikga mustahkamlanib borayotganligini, yirik loyihalar, hattoki xonadonlarda ham bugun muqobil energiyadan foydalanishga o'tilayotganligini, aholi daromad ko'rayotganligini bugun aytishimiz mumkin bo'ladi. Bahodir aka, kecha shuningdek Toshkent irrigatsiya universitetida erishilgan natijalar va kelgusidagi rejalar to'g'risida ham ma'lumot berildi. Keyin shu haqda batafsil to'xtalib o'tsak, qanday bugun salohiyatimiz bor va qanday imkoniyatlarimiz bor? Kechagi yig'ilishdan qanday bir xulosalar olindi, qanday vazifalar qo'yildi? Marhamat. Darvoqe kuni kecha hurmatli prezidentimiz huzurida qilingan taqdimotda sohadagi mavjud muammolarni chuqur tahlili va ularning yechimi, ilmiy tadqiqotlarga yo'naltirilgan ilmiy yechimi bo'yicha ko'plab vazifalar berildi. Shu o'rinda universitet qariyb 90 yillikka tarixga ega bo'lib, asosan mana shu faoliyati davomida o'zining klassik yo'nalishlarini saqlab qolgan holatda, o'zining moddiy texnik bazasini bugungi hayot, bugungi talab darajasida modellashtirib borayotgan bir sharoitda bugun mana shu sohada kadrlarni sifatli, mazmunli qilib tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda universitetimizga 9000 ga yaqin mana shu sohada qishloq va suv xo'jaligi sohasida kadrlar tayyorlanayotgan bo'lsa, shularning 30% aynan bugungi talab qilinayotgan mana shu sohani raqamlashtirish, qishloq va suv xo'jaligi sohasini bu sohada sun'iy intellektdan samarali foydalanishga qaratilgan kadrlar tayyorlanmoqda. Xususan bugungi kunda universitetning asosiy e'tibor beradigan yo'nalishlari bu sohadagi akademik muhitni yaxshilash, universitet jozibadorligini oshirish va sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini yuqori bosqichga olib chiqish borasida yosh olim tadqiqotchilar faoliyat yuritmoqda. Shu borada universitetga bu yil juda ko'p xorijiy mamlakatlardan fuqarolarni o'qishga bo'lgan, aynan qishloq va suv xo'jaligi sohasiga o'qishga bo'lgan qiziqishi keskin oshib bormoqda va shu o'rinda universitetga bu yil 2300 nafar xorijiy fuqarolar qabul qilindi. Bular nafaqat Markaziy Osiyo davlatining fuqarolari va o'z navbatida Ozarbayjon, Misr, Turkiya, Vengriya, Malayziya, Indoneziyadan ham ko'plab talabalar, bugun Xitoydan ko'plab talabalar ta'lim olmoqda va o'z navbatida universitetning nufuzi yil sayin oshib borayotganligi sababli xorijiy professorlardan ham universitetimiz pedagogik faoliyatini olib borish yo'lga qo'yildi va bugungi kunda 15 dan ortiq mamlakatlardan 40 ga yaqin xorijiy professor o'qituvchilar ta'lim bermoqda. Suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirishda qanday bir ilmiy loyihalar bor? Mana endi talabalar o'qiyapti, xorijdan o'qituvchilar taklif qilinyapti. Bu talabalarning yildan yilga oshib borayotgani va universitetda tajriba borligi, katta bir tarixga ega ekanligi va bugun ilmiy salohiyat yuqorilab borayotganligi natijasi deyishimiz mumkin va mamlakatimizda ta'limga berilayotgan e'tibor, oliy ta'limga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar, mavjud sharoitlar, demak mana shunday bir natijalarni qo'lga kiritishimizga asos bo'lyapti. Qanday suv xo'jaligidagi shu energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish bo'yicha qanday bir vazifalarni belgilab olgansiz? Darvoqe ayni paytda respublikamizda 1700 dan ortiq nasos stansiyalari bo'ladigan bo'lsa, juda katta miqdordagi energiya sarflanmoqda va shu nasos stansiyalarining ham ishonchli, ham puxta beto'xtov ishlashini ta'minlash maqsadida universitet olimlari tomonidan, tadqiqotchilari tomonidan aynan nasos stansiyalarini boshqaruvni sun'iy intellekt yordamida va uni boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ishlari olib borildi va hozirgi kunda nasosda bilasizlar, bizda vegetatsiya davrida suv sathi keskin kamayib ketadi va nasos kanallardan suvni tortish jarayonida suv sathi kamayganligi tufayli unga demak havo bilan aralashib nasos parraklarida purkaklar, pufakchalar paydo bo'ladi va uni katta aylanma tezlikka aylanish natijasida nasos devorlariga, parraklarga juda katta inersiya kuchi yordamida zarba berib, ularni yemirilishiga olib keladi. Buning yemirilishi natijasida demak lobuslarning yeyilishi,
uni yeyilish natijasida lobuslarning qizishi va qizish natijasida uni aylantiradigan подшипник o'tiradigan o'rindiqlarni o'tirgan holatida demak qizitib tebranishlarni keskin oshirishiga olib keladi va nasosni erta ishdan chiqarishga yuzaga sabab bo'lmoqda. Shu borada universitet sun'iy intellekt va raqamlashtirish kafedrasining professor o'qituvchilari tomonidan maxsus loyiha ishlab chiqildida buni masofadan turib boshqarish, demak suv sathi kamayadigan bo'lsa, nasос stansiyasining foydali ish koeffitsiyenti pasayib ketgan holatda maxsus dispetcherga signal beradi va bu ham nasos stansiyalarini samarali ishlash va o'z vaqtida ortiqcha energiya sarfini oldini olishga xizmat qilmoqda. Bu aynan loyihamiz hozir Amu Buxoro kanalining ikkinchi mashinali kanal stansiyasida, nasos stansiyasida foydalanilmoqda. Bugun har bir sohada Bahodir aka ko'ryapmizki, ilm bilan yondoshilmasa biror bir natijaga erishib bo'lmasligini bugun hayotning o'zi ko'rsatyapti. Chunki ilm bilan yondoshilsa, maqsad to'g'ri qo'yilsa, agar olimlar bilan hamkorlik birga olib borilsa, agar o'sha sohada katta rivojlanishlar, yuqori natijalarni qo'lga kirityapmiz. Bizga sizga savolimiz, yig'ilishda eskirgan va energiya sarfi yuqori nasos agregatlarini zamonaviy tejamkorlarga almashtirish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Yuqorida qismat to'xtadingiz. Qayd etilgandek, Qoraqalpog'iston Respublikasida 274 ta nasos stansiyasi mavjud bo'lib, ular orqali 185 ming gektardan ortiq yer maydonlari sug'orilmoqda. Stansiyalardagi nasos agregatlarining yarmidan ko'pi 1979-yildan buyon ishlab chiqarilgan uskunalardan iborat. Ularning energiya sarfi tabiiyki zamonaviy nasoslarga nisbatan 2-3 barobar yuqori bugun. Bu borada qanday yechimlarni taklif qilasiz? Albatta, bu borada yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ilmiy tomonlama ham yondashilyapti. Albatta, ishlab chiqarishni ilm fan bilan integratsiya qilsa, albatta maqsadga erishish osonroq bo'ladi. Bu bo'yicha energiya samarador nasoslarni mana mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan modernizatsiya qilingan yangi energiya samarador nasos turlari taklif qilingan. Albatta bu yuqorida ham aytib o'tdik, 50% gacha energiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Rahmat javoblaringiz uchun. Bahodir aka, sizga savol bermoqchi edim. Suv xo'jaligida ilm va innovatsiyani jadal rivojlantirish bu dolzarb deb mana yuqorida ham aytyapmiz. Ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'liq masalalarga ham bugun e'tiborni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Ayni kunda yosh olimlarning, mana bitta misolni aytib o'tdingiz, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish, talabalarda loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish, xorijiy tajriba va mutaxassislarni jalb qilgan holda tizimga innovatsiyalar kiritish borasida qanday bir vazifalar bugun belgilangan, uni natijasi qanday? Bugungi kunda universitetda qariyb 30 ga yaqin xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda. Bular ilmiy loyihalar, salohiyatni o'stirish loyihalari va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan loyihalar hisoblanadi. Bu borada asosiy e'tiborni hurmatli prezidentimiz fundamentini qo'yib berganlar. Ya'ni ta'limni ishlab chiqarish bilan integratsiyasini, hamohangligini yuqori darajada ta'minlash borasida. Shundan kelib chiqqan holatda universitetda tayyorlanayotgan har bir soha kadrlari, bo'lajak kadrlari o'zining yo'nalishidan, xususiyatidan kelib chiqqan holatda dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu demak, bizda gidrotexnika qurilishi fakultetining talabalari noyabr oyidan to fevral-mart oyigacha demak irrigatsiya tarmoqlarini betonlashtirish, mini GESlarni GESlar kaskadida o'quv tajriba amaliyotini olib borishadi. Ikkinchisi, bu suv xo'jaligi melioratsiya ta'lim yo'nalishi talabalari aynan vegetatsiya davrida 3 oylik mana shu jarayonda to'liq jalb etiladi. Demak, amaliyotga katta urg'u beriladi. Juda ham. Va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash fakultetining talabalari esa ekish mavsumida, qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish mavsumida va erta kuz yig'ishtirish mavsumida mana shu jarayonda to'liq ishtirok etadi. Buni eng muhim ahamiyatli tomoni shundan iboratki, talabalar ishlab chiqarishda bevosita o'zlari ishtirok etib, o'sha joydagi mavjud muammolarni olib, demak universitetga kelib, ustozlar bilan, professor o'qituvchilar bilan yangi startap loyihalar yuzaga kelmoqda. Bu startap loyihalari kelgusida katta innovatsion loyihalarga aylanmoqda. Shulardan bitta misol, yaqinda biz Jizzax viloyatida ham taqdim etdik. Iqtidorli talabalarimizning universitetda birinchi bo'lib sun'iy intellekt yordamida boshqariladigan mini elektrotraktor ishlab chiqarildi. Va mana shu mini elektrotraktor
bog' qator oralariga ishlov berishga ixtisoslashgan va uni traktorni o'zi bir vaqtning o'zida 5 ta funksiyani bajarish qobiliyatiga ega. Ana shu taqdimot natijasi bo'yicha biz Jizzax viloyatidagi Baxmal agroklasterdan yana 3 ta traktorga buyurtma oldik. Hozir talabalarimiz shuni ustida, demak, bog' qator oralariga, daraxtlarga ishlov berish uchun, doralash uchun talabalarimiz mana shu jarayonda hozir 3 ta traktorga buyurtma olishdi. Bu bog'dorchilikni rivoji uchun, bog'larimizni yanada gullab yashashi, serhosil bo'lishi uchun juda katta bir imkoniyat. Bu juda katta yordam deyish mumkin. Bunday traktorlarni bog' oralarida ishlov berishi, yana 5 ta funksiyani bajaradi deyapsiz. Demak, bu bog'bonlarimiz uchun ancha yengillik tug'dirsa kerak. Xuddi shunday, nafaqat u iqtisodiy tomondan, ijtimoiy tomondan juda muhim ahamiyatga ega. Bilasiz, endi daraxtlar, o'simliklar har xil turli kasalliklarga chalinish ehtimoli juda ham yuqori erta gullagan vaqtida va unga ishlov berish uchun baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi kimyoviy vositalar bilan ishlov beriladi va u yerda inson olimligining, inson salomatligining faktori juda ham muhim. Bu traktor demak operatorsiz, pilotsiz boshqariladigan traktor. Mana shu vertikal shtangali purkagichlar jihozlab beriladigan bo'ldi va shunga 360 gradusda daraxtni quchoqlab ishlov beradigan, dorilaydigan bir texnologiyani talabalarimiz ularga tuhfa etishdi. Va bunday loyihalarni albatta yana istiqbolli loyihalarni, yana samarador loyihalarni biz albatta talabalarimizdan, olimlarimizdan birgalikdagi hamkorlikdagi loyihalarni kutib qolamiz albatta. Yig'ilishda shuningdek eski agregatlardan biri zamonaviy energiya tejamkoriga almashtirilganda Bekzod elektr energiyasining sarfi 2 barobarga kamaygani misollar bilan ko'rsatib o'tildi. Xususan Kegeyli tumanidagi vaziyat tahlil qilindi. Xabaringiz bor. Ushbu ijobiy tajribadan kelib chiqib, Qoraqalpog'istondagi 276 ta nasosni bosqichma-bosqich zamonaviy energiya tejamkor agregatlarga almashtirish rejalashtirilganligi ham aytib o'tildi. Mana shu ishlarni, vazifalarni ijrosi qanday bo'ladi va qanday bir e'tibor qaratamiz, kimlar jalb qilinadi, kimlar mas'ul bo'ladi bu bo'yicha? Marhamat. Albatta bu bo'yicha rejalar belgilab olingan. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 276 ta nasos energiya tejamkorlariga almashtirish belgilandi. Albatta bunda misol tariqasida Kegeyli tumanidagi nasos stansiya tahlil qilinganda o'rtacha 1 soatda 110 kilovat soat elektr energiya sarflaydigan nasos agregatining o'rniga 37 kilovat, 55 kilovatgacha nasos agregatlari o'rnatilishining hisobiga 2 barobargacha elektr energiya iste'moli kamaytirilishi tahlil qilindi. Bu bo'yicha mahalliy ishlab chiqaruvchilar birinchi navbatda jalb qilingan. Bu kelgusi 26-yilda to'liq ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash va 276 ta nasos agregatini energiya samaradorlariga almashtirish rejalashtirildi. Rahmat Bahodir aka, kelgusida iqlim o'zgarishini tahlil qilish uchun raqamli texnologiyalarga asoslangan milliy platformani yaratish, universitet hududida kosmik kuzatuv stansiyalarini barpo etish, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarni qabul qilish infratuzilmasini rivojlantirish ham rejalashtirilganligi kecha muloqotda aytib o'tildi. Shuningdek, universitetning suv diplomatiyasi magistratura yo'nalishiga xalqaro maqom berish ko'zda tutilganligi ham ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari Toshkent irrigatsiya universitetini dunyoning top 300 talik universitetlari qatoriga kiritish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqishni topshirdilar. Bu vazifalar ijrosi qanday bo'ladi va qanday bir loyihalarimiz bor bugungi kunda? Albatta, hurmatli prezidentimiz tomonidan alohida e'tibor etildi. Bugungi erishilgan natijalar bilan cheklanib, bunga mahliyo bo'lib qolmasdan bu ortda qoldi. Endi oldingi yuksak natijalar sari universitet professor o'qituvchilarining harakatlarini bo'yicha topshiriq berildi. Endi xabaringiz bor, bugungi kunda asosiy ma'lumotlar kosmik tadqiqotlardan, sun'iy sputniklardan olinmoqda, lekin ularning aksariyat ma'lumotlari ochiq ma'lumotlar bazasidan olinmoqda va o'z navbatida uning aniqlik darajasi uncha yuqori emas. Shundan kelib chiqqan holatda universitetda aynan shu sohada masofadan zondlash bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan, sun'iy intellekt raqamlashtirish bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan va shu sohadagi asosiy xalqaro tashkilotlar bilan ham hamkorlik jadal suratlar bilan olib borilmoqda. Aynan mana shu kosmik tadqiqotlardan, kosmik
Satellitlardan olinadigan ma'lumotlarni yuqori darajada aniqligini ta'minlash bo'yicha biz Xitoyning Minaspace kosmik tadqiqotlar kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz va ulardagi mavjud aniq datalardan foydalanib sohadagi mavjud muammolarni aniq chuqur tahlil qilib uning yechimini, ilmiy asoslangan yechimini tavsiya etish bo'yicha universitetda kosmik kuzatuv stansiyasi va maxsus antennalarni hamkorlikda o'rnatish kelishib olindi. Endi ikkinchi masala, juda muhim masala, bu suv diplomatiyasi. Bugungi kunga qadar universitet asosan biz suv xo'jaligi bo'yicha kadrlarni mukammal tayyorlab kelganmiz, lekin uni huquqiy bilimi, uni diplomatik munosabatlari bo'yicha universitet yetarli darajada unga e'tibor qaratilmagan edi. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz tomonidan mana shu transchegaraviy suv munosabatlarini muhokamasida aynan diplomatlar kerak, lekin bugungi kunda diplomatiya universiteti yoki yuridik universitetda tayyorlanayotgan huquqshunos diplomatlarda suv xo'jaligi bo'yicha ma'lumot yetishmasi. Shundan kelib chiqqan holatda Toshkent irrigatsiya universiteti bilan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti respublikada birinchi yangi ta'lim modelini kiritdik. Ya'ni suv diplomatiyasi bo'yicha qo'shma ta'lim dasturi tashkil etildi va bu qo'shma ta'lim dasturiga endi hurmatli prezidentimiz xalqaro magistratura mutaxassisligi maqomini berdilar. Bundan kelib chiqqan holatda demak endi biz Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va plus Afg'onistondan ham 5 nafardan mutaxassisni jalb qilib, bizga hurmatli prezidentimizdan minnatdormiz. Juda yuqori darajada har bir davlat uchun 5 tadan grant ajratildi. Biz yanvar oyidan boshlab buni e'lonini qilamiz va mana shu davlatlardan sohaning eng saralarini tanlov asosida qabul qilib, ularni yangi o'quv yilidan o'qishni boshlaymiz. Men o'ylaymanki, ular O'zbekistonga kelib prezidentimizning islohotlari, siyosatlari, bugungi respublikada olib borilayotgan tadqiqot ishlari, bugungi respublikadagi sohadagi olib borilayotgan suv tejovchi texnologiyalar bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha yaqindan tanishib, kelgusida mana shu mutaxassislar kamida mintaqaning suv islohotini yurgizadigan, demak, kadrlar elitasi O'zbekistonda tayyorlanadi. Demak, suv diplomatiyasini maktabi O'zbekistonda bo'ladi, yurtimizda bo'ladi va atrofdagi mana 5 nafardan talaba kelib agar o'qiydigan bo'lsa, ular ham o'sha mamlakatimizdagi tajribani, bu borada qilinayotgan ishlarni nafaqat bizning mamlakatimizda mana amaliyotga tatbiq etyapti, balki Markaziy Osiyo davlatlarida ham mana shu tajriba qo'llaniladi keyin. Xuddi shunday, juda ham to'g'ri e'tirof etdingiz. Bu nafaqat o'sha bizning tajribalarimizni o'rganib, o'z hududiga, o'z maydonlariga tatbiq etilishi va kezi kelganda bu mintaqada har doim bitta stol atrofida ba'zi muammolarni kelishib hal qilish kerak bo'lgan bo'ladi va shu jarayonda demak Toshkentda ta'lim olgan, Toshkent universitetlarining yotoqxonasida yashagan, Toshkentning nonini yegan, havosini ishlagan, albatta O'zbekiston manfaatini ular o'zini davlatidan kam qo'ymaydi va prezidentimiz mana shu g'oyaga alohida e'tibor qaratdilar. Bu o'zaro do'stlik, hamjihatlik, o'zaro aloqalarni mustahkamlashda, aytganingizdek mavjud masalalarni birgalikda yechishda ham bu malakali kadrlarga bugun ehtiyoj bor va bu kadrlar albatta o'zining hissasini qo'shadi degan bir niyatdamiz. Xuddi shunday, demak, bugungi kunda ular orqali O'zbekiston ta'lim eksporti ham yo'lga qo'yiladi. Rahmat Bahodir aka. Bekzod, sizga savolimiz, mana yuqorida ham ko'p ta'kidladik, sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etishni bugun dolzarb vazifalardan biri ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Sohada bozor mexanizmlarini tatbiq etish ham zamon talabi. Negaki hozirda hatto yuqori daromad keltiruvchi ekin maydonlari, bog'lar va tokzorlarga ham suv davlat hisobidan yetkazib berilyapti. Shulardan kelib chiqib, nasos agregatlarini davlat xususiy sheriklik asosida xususiy sektorga berish ishlari boshlangan. Ayni kunda bu borada vaziyat qanday? Qanday ishlar olib borilyapti va uning natijasi, oldinda qo'yilgan vazifalarning ijrosi qanday bo'ladi? Aniq misollar asosida bir ma'lumot bersangiz. Albatta, davlat xususiy sherikchilik bo'yicha Suv xo'jaligi vazirligida bir qator ishlar amalga oshirildi. Misol uchun 2021 yildan bugungi kungacha 400 dan ortiq suv xo'jaligi obyektlari, ya'ni nasos stansiyalar davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida xususiy sektor boshqaruviga berildi. Albatta, bu xususiy sektor boshqaruviga berish bo'yicha yana ishlar davom ettirilmoqda. Endi xalqaro
tender savdolari, tenderlarga chiqarilmoqda. Bu bo'yicha kelgusida bir qator ulkan marralar belgilangan. Mana muhtaram prezidentimiz Namangan viloyatiga tashriflari davomida ham nasos stansiyalar, davlat nasos stansiyalarini davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida xususiy sektor boshqaruviga berish qayd etib o'tildi. Albatta Namangan viloyatida, Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi davlat nasos stansiyalarining 50%ni davlat xususiy sheriklik shartlarida, jozibali shartlarda xususiy sektor boshqaruviga berish bo'yicha hozirgi kunda loyihalar ishlab chiqilmoqda. Loyiha baholash hujjatlari ishlab chiqilib, bu qanday o'zgarishlarni olib keladi sohaga? Qanday bir yangiliklarni kiritadi? Albatta, har bir xususiy sektor boshqaruvga berilgandan keyin yangiliklar bo'ladi. Bunda raqamlashtirish, energiya samaradorligi yuqori bo'lgan nasos agregatlari o'rnatiladi. Suvdan foydalanishga jiddiy e'tibor qaratiladi. Har bitta nasos stansiyaga individual yondashgandan keyin albatta natijasi bo'ladi. Rahmat Bahodir aka, taqdimotda qayd etilgandek, kelgusi yil mart oyida Toshkent xalqaro suv haftaligini o'tkazish rejalashtirilyapti. Shu forumning amaliy jihati nimada bo'ladi? Yana bir muhim tadbir bu kelgusi yilda Orolbo'yi hududida suv tejash texnologiyalariga bag'ishlangan xalqaro forum ham o'tkaziladi. Taqdimotda ushbu tadbirga puxta tayyorgarlik ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berildi va qanday tayyorgarlik ko'rilyapti, qanday bu tadbirni qanday o'tkazamiz, kimlar ishtirok etadi, kimlar taklif qilinadi, shular haqida ma'lumot bersangiz. Endi kechagi topshiriqlarning orasida hammasi juda ham bir muhim ahamiyatga ega, lekin bu topshiriq o'zini bir vazni bilan bir qatorda bizga juda ham bir quvonchli topshiriq bo'ldi deb qabul qildik. Sababi 22-mart kuni xalqaro suv kuni. Mana shu suv kuni munosabati bilan biz universitetda juda katta sohaga oid forum tashkil qilamiz. Bu forumda nafaqat Markaziy Osiyoning olimlari, ziyolilari, Osiyoning hamda butun dunyo bo'yicha mana shu sohaning eng kuchli olimlari Rigatsiya universitetida bitta nuqtada, bitta stol atrofida demak katta forum tashkil etiladi va shu forumga yana qo'shimcha ravishda biz yoshlarni ham qanday qilib jalb qilish borasida alohida e'tibor qaratdik va bu borada aynan suv xo'jaligi bo'yicha biz xalqaro olimpiada o'tkazmoqchimiz. Bu qo'shni davlatlardan va MDH davlatlaridan hamda uzoq sharqiy va g'arbiy mamlakatlardan, o'lkalardan eng iqtidorli yosh talabalarni, sohaning eng elitasi, bular sohani ertasi, sohani kelajagi, ular nafaqat o'zini ilmini, intellektini namoyish qiladi va shu universitet atrofida bitta maydonda, bitta nuqtada ham tanishadi va kelgusida bular do'stlashib va kelgusida birgalikda tadqiqot ishlarini, birgalikda butun dunyo bo'yicha, nafaqat mintaqa, butun dunyo bo'yicha muammolarni yechimini bitta nuqtaga olib keladigan bir platformani rejalashtirdik. Ushbu forum mana yoshlar haqida aytyapsiz. Yoshlarga juda ko'p muloqot maydoni qilish uchun mana tanlovlarda ishtirok etish imkoniyatini ham beradi. Olimlarimiz uchun nima beradi? Olimlarimiz qanday bir yangiliklarni bu forumda kashf qilishadi yoki forumda taqdimot qilishadi? Albatta, endi bilasizmi, qariyb bundan 10 yil muqaddam biz cheklangan edik. Ilmiy ishlarimiz faqatgina respublikada. Oshib borsa Rossiyaga namoyish qila olardik, Rossiya tadqiqotlarida ishtirok eta olardik, anjumanlarda qatnasha olardik. Lekin Markaziy Osiyodan, MDH davlatlardan tashqariga chiqa olmasdik. Hozir hurmatli prezidentimizning juda katta islohotlari, bir irodali siyosatlari bilan yosh olimlarimiz butun dunyoga o'zini ilmiy, innovatsion ishlanmalarini namoyish qiladigan imkoniyat yuzaga keldi. Va bu borada hozir demak universitetda, sohada, boshqa tadqiqot universitetlarida yaratilgan suv tejovchi texnologiyalar, suvni isrofgarchiligini oldini olish, suv taqchilligini yumshatish bo'yicha olib boriladigan g'oyalari, yaratilgan loyihalari, ishlab chiqqan innovatsion ishlanmalarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu o'z navbatida ishlanmalarni xorijga, boshqa davlatga transfer qilish imkoniyatini yaratadi. Bu borada bu o'zini yosh innovatorlarimiz, tadqiqotchilarimiz hozir har qanday suvdan
ichimlik suviga aylantirish bo'yicha katta bir ishlanmasini bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Yuta shtatida foydalanilmoqda va ular hozir buyurtma bergan. Bittasi sinov tajriba sifatida olib ketdi va hozir yana qo'shimcha buyurtmalar berilgan. Bu ham talabalarga katta imkoniyat yaratib beradi. Biz ushbu forum haqida, bo'lajak forum haqida, unga tayyorgarlik haqida va unda ko'tariladigan masalalar haqida Bahodirga keyingi muloqotlarimizda albatta siz bilan muloqot qilamiz. Hurmatli mehmonlarimiz, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. O'ylaymizki, suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatlar rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash yo'lida qo'yilgan vazifalar va ularning ijrosi haqida biz albatta siz bilan yana muloqot qilamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr salomat bo'ling.